طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Ali, kanalını neymiş koyutkaysa? Bek zerikishlik nomerken başka kanallarga qarab baqay dedim. Ben bu sen bilen birlik körüvatkanlikin. Nemişki mende sorap yetkimaysa? Sen de sorumsan mı boladı? Ben bu numarayı kızgıp körüvatattım. Sen adaletsiz iş kıldın. Kanalını mende bir sorap yekip onda yetkisen bulatdi. Sen pek hata kıldın. Bildin mi? Ben senden çok nemi qilishimni özüm bilaman. Sen de sorumsan mı boladı? Bu ışığı çıkan şahsiyetçilik. Başkalarga kılgan hürmetsizlik. Sen nemi davatsan? Ben sana hürmet qilmaptım amma. Tezginekni bana be. Yoki iliqi numarini derhal aç. Tez bul. Sana aytdim go men cho'ng deb. Xalqimni qilaman Fatima, tushundingmi? Kim shundoq deydi? Tezginekni bana be. Bermaydigan bo'lsang buvamga deyma. Bovamga chaqaman deb qo'rqitotam sen texi. Bovam sana cho'nglarni hurmat qilgin, akangni hurmatla deydi. Men sana nim dedim? Derhal tezginekni bana be. Voy Tezginekni xudoyim. bana ber devatdimi? Ali, Fatima, nima jidal bu? Nim talashyapsizlar? Jidalni u boshladi. U boshladi. Ya qana jidalni u chiqardi. To'xtanglar, oldi bilan menga nima ish bo'lganligini aytib beringlar. Chaqan bo'linglar. Nimandaq varang-churun qilishsizlar. Sizlarning dastinglardan uyda jim o'tirg'ilimi bo'lmadi. Buvamga aytayli. Bova, bu jidalni Fatima chiqardi. Ikkinglar televizor talashib jidallashdinglar, shundaqmi? Qaraganda bu haqda obdanroq so'zlashmasak bo'lmag'idek. Qani o'ltiringlar. So'zlashayli. Ondan zodi bu jidalga Ali sababchi bo'ldimi yoki Fatimami oydinlashidi. Ma'qulmi bolarim? La havla va la quvvata illa billahil azim. Bolarim, bu ishni vaqirab-jaqirab jidal bilan hal qilamiz deb o'ylab qoldinglarmi? Bundaq qilsanglar bo'lamdi. Uni qiliqlardan ichim bek siqildi. Bumi yetmagandek men sendan cho'ng deyishlardan to'lima bezar bo'ldim. Yaq Fatima, ahvol undaq emas. Asli men sen ko'rayotgan kanalni yotkidim. Sen rost gap qila? Men qara o'g'lim. Bu qilg'ining musulmonlikqa yarashamdi. Ish shundoq osongo. Singlarning nimaga amroqligini bilsan, aslida u ko'raman deganni ko'rgili qo'ygan bo'lsang, jidal chiqmaydi. Bundaq qilish shaxsiyatchilik kirdi bolam. Alloh taolo shaxsiyatchilikning yaxshi emasligini bayon qilgan. Ishkinglar nimaning to'g'ri ekanligini obdan bilsizlar. Ali, sen singlarga yo'l qo'yishing kerak. Yo'l qo'yish degan nima bu? Yo'l qo'yish deganlik boshqalarning manfaatini o'z manfaatidan a'lo bilish deganlikdir. Xatoligimni tundim. Ajab tanglikda qoldim. Bu ishda rostini shaxsiyatchilik qilibdiman. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundoq degan. O'zinglar uchun yaxshi ko'rganni qarindishinglar uchun yaxshi ko'rmagicha haqiqiy iymon etgan bo'lmaysizlar. Payg'ambar alayhissalom bizning bir-birimizga hurmat qilishimizni, boshqalarning manfaatini o'z manfaatimizdan ustun ko'rishimizni tavsiya qilgan. Har kishi o'zi yaxshi ko'rganni qarindishi uchunmi yaxshi ko'rishi lozim. Shundaq bo'lganda musulmonlar orasida mehri shafqat, inoq ittifoqlik maydonga keladi. Aka, meni kechirgin. Menda musavallik o'tibdi.
Shundoq. Endi Payg'ambar alayhissalomning hayotiga aloqador voqealikning davomini so'zlab beraymi bolarim? Nada qolgan edik? Shunda qiling bova. Bizning mu payg'ambarimiz dush kelgan qiyinchiliklarni bekmi bilgimiz bor. Badrga qarab yo'lga chiqdi degan yerga kelgan edik bova. Bismillahirrohmanirrohim. Badr kuni Payg'ambar alayhissalom uxlamasdan Allohga yolvorib, Allohdan musulmonlarga g'alaba ato qilishni tiladi. Chunki bu urushdagi g'olibiyat Allohga bo'lgan iymonni kuchlantiradigan bir g'olibiyat hisoblanadi. Payg'ambarimizning urushdagi yana bir taktikasi Badr quduqlarini tindirib etish bo'ldi. Quraysh qo'shini Badr qudug'iga kelganda ahvoldan xabardor bo'ldi. Ahvol yaxshi emas edi. Sallallohu alayhi va sallam kerakli tayyorliklarni allburun bitirib bo'lgan edi. Qandoq quduqlarni tindirib bo'ldinglarmi? Hammaylar o'z o'rnida tursin. So'ning iniq keldik. Kelinglar aşağıya. Tez bo'layli, tez bo'layli. Apla bu nima endi? Badr qudug'ini tindirib o'tibdi emasmi? Ay Quraysh cho'nglari quduqni Muhammad va tarafdorlari tindirib yutibdi. Bu ahmoqlarga mangu esidan chiqmaydigan bir savoq berayli. Odam bo'lsin. Lekin askarlar bak usab ketdi. Ey Abu Jahil. Ey musulmonlar, Payg'ambar alayhissalom buyruq bermigicha turgan joyinglardan ayrilmanglar. Mushriklar hujum qilsa, ularga o'q etinglar. Bizga no'chilig'inglarni ko'rstinglar. Sizlar kim? Ey Muhammad, bizni bilib qo'yinglar. Odulimizdagilar o'z odamlarimiz. Arqanglarga qaytinglar. Qarindishim Shayba, o'g'lim Valid, men Utba ibn Rabiya. Bu yerda kimning gapi hisob? Payg'ambar alayhissalom Ubayda, Hamza ibn Abdulmutallib va Ali o'tirg'i chiqsin deydi. Rasululloh deydiki, bugun hech kim urushmasin. Sabr qilib o'lsimi, Alloh uni cho'qim jannatga kirgizadi. Sizlar xotirjam bo'linglar. Alloh deginni qiladi. Biz sizlarga qarab turamdik. Allahu ekber. O'qchilar, tayyorlaninglar. O'qchilar tayyorlaninglar. Ular yaqinlashyapti. Alg'a! Arqanglarga qaytinglar. Umayya ibn Xalaf. Bilal, Sen qutulolmaysan. Hay! Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Rasululloh asirlarni bog'lashni xohlamaydi. Biz asirga tushgan bo'lsak, o'ltirib o'tadi. Biz Rasulullohning deganini qilamiz. Payg'ambar alayhissalom ularga yaxshi muomala qilishimizni buyurdi. Asirlardan kim savodli bo'lsa, 10 musulmonning savodini chiqarib qo'yish badliga qo'yib berildi. Shunda qilib Badr urushida musulmonlar g'alaba qildimi buva?
Qizim, Allohning yordami bilan musulmonlar g'alaba qildi. Lekin musulmonlardan 14 kishi shahid bo'ldi. Badr urushida Quraysh qo'shinining mag'lub bo'lganlik xabari Makka ga yetib kelganda qanday bo'ldi? Uni sizlarga keyingi qitimda aytib beray bolalarım. Allah sizdan rozi bo'lsin, bova. Endi ishkinglar topshirig'inglarni ishlanglar. Topshirig'inglarni ishlab bo'lganda davomini so'zlab beraman. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي سترى